Dadaxon akaning eshigi ochiladi deydi, nima shart topib ber deydi. Ishqibozlik shunaqa ekanda. Şeytanlarni ko'p sevar ekanda. Yo'q, men 5 yasharligimda siz haligi bitta ashulangizga ish boshlagan, shundan ishqibozman. Haligi yo'qolib qolgan batinkam deb chiqqan. Endi bu ishqibozlik shunaqa ekanda. Ishqibozlik shunaqa ekan. Ishqibozmi sportchilarning. Endi men juda ishqiboz. Bilganidanmi yo yaqindanmi? Yo'q, men 5 yasharligimda siz haligi bitta ashulangizga ish boshlagan, shundan ishqibozman. Haligi yo'qolib qolgan batinkam deb chiqqan. Asaka aytuvdim. Shuni men kichkina bolaligimda qana bo'lar ekan bu yo'qolib qolgan bo'lsa batinkam deb eslab, shundan beri 5-6-yillar Asakada aytganman. 66-yil bo'lsa men 5 yasharligimda eshitganman. Shundan beri endi shunda bana xonagani ashulasini eshitamiz deb. Menga qo'llarimda bor. Patinka tamam sopardım. Bana patinkamı aldırdım. Patinka tamam sopardım. Bilmem kayda kaldırdım. Yokalıp kocan patinkam. Bilmem kayda kaldırdım. Yokalıp kocan patinkam. Farg'onada shogirdingiz bor ekan. Ramizbek degan yigitdan nomeringizni oldik. Ramizbek degan yigit yaxshi aytadi, siz ashularingizni kerak aytyapti. Yana bir Rustamjon degani bor, yoshroq yigit, o'g'limdaqa yigit. Rustam chetda turadi, besharalama. Ha. Juda uni kopiya qilyapti. Men xursand bo'laman. Xuddi sizni o'zingizda qarang, o'zmasi ham bor haliga. Kopiya qiladi, kopiya qiladi. Cholishni ham rosa o'xshatyapti, cholishni ham. Usta ekan. Bu sizga cholyapti. Aytoladi joy yo'q-da, joy yo'q. Ovozda joy yo'q. Joy yo'q. Oğlum endi men Odun koyamayız. Andijonlik 5-6 mührizlar salomat vardı. Andijonda o'g'lingiz bor ekanmi? Sizin mührizlaringiz ko'p. Ben 50-yil akalar, 52-yil akalar. 70'dan o'tdi, endi oldimizda salomat yil dedi. Ali O'xobaga Andijon aka degan akalar bor. Alangalik salomatdi. Masjid ekansiz, biz bir 6 oyga ketamiz deb turdik. Bir hafta 10 kun bo'lib. Asharadan topamiz deb. Yo'q, chetdaman men. Ha, masjid ekansiz. 6 oyga Bizlarda usulimiz bu kelganmi, chetda qolganmiz. ha, sana deydi. Borib turamiz oldinga. U yerga bolasini Boraman. ota eshigacha dedi endi. Ota eshiklar. Ota eshik o'shadi. Ota eshik o'shadi. Andijonda Bekini orada bo'lsin. Bektoshgan buni. Andijonda olib keldim, Andijonda donani akadi olib keldim sizga. Buni ham yeying. Andijonda nima bu? Ha, ana. Şeytanlarni ko'p sevar ekanda. Andijonlar qanaqa endi hozir? Yaxshi. Qaysi bormi? Ha, yaxshi, yaxshi. Bizga tinchlik farovonlik boshlansin. Hammamizga Alloh o'zi baxtini bersin. Allohu akbar, eson bo'ling. Eson bo'ling. Rahmat. Yana nasib qilsa ko'raylik. Kelavering. وقي وسنين